Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, bugun 2025-yil 13-mart sanasida videoga olyapmiz. Bu ko'rib turganlaring uzum ko'chatlari. Mana tomirlarni qaranglar. Bu nima deyapti bu? Yana ham telefonning kadrini uzoqroq qilib olyapman. Bu vobshe ko'rsangiz ko'z qo'nadigan darajada tomiri zo'r. Xo'p, azizlar, nima demoqchiman? Bizga telefon qilib 2 ta ham berib yuborasizmi, 3 ta ham berib yuborasizmi deyapti-da. 2 ta 3 ta berib yuborolmaymiz. O'sha narsani bitta narsani tushuninglar. Mana 2 tadan beramiz. Mana misol 8 xil uzum bo'lsa 2 donadan, uyingizga uchun ham misol 2 donadan olsangiz 16 ta bo'ladi assortiment. Yoki misol mana avatarning o'zidan yoki misol nima mana qora damskidan 10 ta o'zidan olaman desangiz beraveramiz. Xullas eng kami 10 ta olsangiz beraveramiz. 2 donadan olsangiz ham assortiment 16 ta bo'ladi. Demoqchiman, azizlar, O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga dastavkalarimiz bor, dastavka xizmatlarimiz. Mana shunaqa ozlardiki, klient o'zidan dastavkasi ham pochta orqali jo'natganligimiz uchun hech qancha bo'lmaydi. 1 kilo ko'chatni narxi yetib borishi 30 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu endi misol chiqancha chiqmaydi, misol 1 kilodan sal oshiqroq 1 kilo atrofida chiqadi bu ham. 30 mingga Samarqandga ketyapti mana shu narsa. O'zdan sizlar jo'natib olsangiz Toshkentga ham 50 mingga olib boradi taksilar. Bu pochtani zo'rligi, qulayligi ham xotirjam yetib boradi, ham narxi ko'chadan ko'ra arzonroq bo'ladi. Ko'chatlarimiz tomirini mana ko'rsatib qo'yay. Xullas ekranda raqamlar qo'yib qo'yaman. O'sha 8 xil zo'r uzumlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istongacha bag'i azizlar. Qoraqalpog'istongacha ketaveradi bag'i. O'zbekistonning shu hamma viloyatlarida pochta filiallar bor. Hammaga assalomu alaykum, uzum ishqibozlari. Mana biz yana bugungi pochtalarimiz jo'natyapmiz. 2025-yil 14-mart sanasi. Xudo xolasa bugun mana bunday vodiyga, vohaga ko'chatlarimiz bugun mana Andijonga zakazlarimiz ko'proq. Samarqand, Andijon, bag'i ketaveradi, Buxoro, Qo'qon. Azizlar, 8 xil turdagi ishonchli, garantiyali ko'chatlarimiz bor xos sotuvda. O'shalarni mana sekin tayyorlab, shunaqa qilib salafan qoplarga yo'pa-yo'pka qilib jo'natyapmiz, chunki tomiri qurib qolmasligi uchun. Mana shu nami hozir solingan namda o'zi, o'sha namicha boradi xudo xolasa yo'lda, bexijolat bo'lib. Buni ekish tartibi hamma yo'g'ini o'rgatamiz. Olgandan keyin oldim deb qo'ng'iroq qilsalaring, ekishlarda hamma yo'g'ini tushuntirib qo'yamiz, qachon suv quyilib turishlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'chatlarimiz shoshilamiz, endi bag'i sezon ham nima desam bo'lar, yakunlanaman deb turibdi. Yangi partiyalarni boshlaymiz xudo xolasa, yangi ishlar, yangi ko'chatlar, yangiliklar xudo xolasa hali bitta zo'r video qilib chiqaraman. Yangilik niholchalarimizni Teplisada yangi navlarda ham qilganmiz-da, o'shandan kimga qiziq bo'lsa qilib beramiz, kimga zarur bo'lsa. Xo'p, hozircha shular bizda yangiliklar. Ko'chatlar 8 xillarda berib yuboryapmiz. Ekranda nomerlar qo'yib qo'yaman, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Zakazlar qabul qilaveramiz. Azizlar, bu xil payt shuna vizib ko'p bo'lib ketgandan ko'pchilikdan ololmay qolyapmiz. O'shalar xafa bo'lmanglar. Keyin yana qo'ng'iroq qilsalaring bog'lanishlari mumkin. Vizib ko'pli paytda ajdaniyada 10 tagacha odam neprinatiga tushib qolyapti. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Keyin qo'ng'iroq qilsalaring javob beraveramiz. Azizlar, bitta narsani aytib o'tib ketaman, hayolimdan ko'tarib. Mana dekorativniy hamdaqa gullarimiz bor, palmalar mana. Archalarimiz bor, zo'r archalar. Buni o'zimiz uyimizda bu ham hamdaqa gullarimiz bor mana. Ularning to'g'ri nomini uncha bilolmayman, lekin ular zo'rlari mana. Kimga zarur bo'lsa bundan ham qilib beraveramiz. Archalar ko'mi bilan olib qo'yilgan mana. Ko'kmay turibdi. Buni ham sotamiz bularni ham. Telefon qilsalar narxlarini aytaman. Archa, gullar va palma guli dekorativni. Bu ham eng zo'ri. Stol ham baquvvat ekan narsa.